xuddi shu makiyajimni sizlarga qilib ko'rsataman. Shubhali shundayam bo'lsa, endi bilmadim. Budjet kosmetikalarimdan shular, xuddi shu meykapni birgalikda qilamiz. Menda Silimax bir namlantirib olaman. SPF esimizdan chiqmasin va bo'ktirib suramiz. Zo'ra glow effekt beradi. Tirab turadi. Xuddi shunaqa yuzingni yaltiratib, chiroyli bo'ladi. Men ko'zim katta. И вот так. Birato'la ham ko'zim, ham chiqaryaptim ham. Ikkita vaziyat. Buni ham подводка или qaydan shu brendidan krem tush applicatsiyadan Chicago maqolda labimizni bo'yash va снова surib olmasdim. Ichidan siralarni har doim sira so'radinglar, men ko'rsatdim. Keyingi video lyuks kosmetikalar bilan bo'ladi. Aytgancha, shunaqa makeup tutorial sizlarga yoqqan bo'lsa, 1 dan 10 gacha baho berib, kommentariyada izoh qoldiring.